Mashina bozordan yarmarkaga qarab kevrishda kartinkani orqasidagi dom. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'ychi bola. Sergeli 8 da joylashgan 9 etajli uyimizni 5-etaji skvoznik planirovka, 4 xona, 5 xona hisobida, ya'ni 2 ga 6 balkon. Uyimizning narxi $83,000. Yevro remont qilib yashashga tayyor. Chiqib olgan bo'lsa, bu koridorimiz, uyimizning holati yaxshi. Kiraverishda 10 qo'lda bitta zal bo'lyapti. Uyimizda 2 ta zal, 2 ta spalni. 2 ga 6 balkon. Balkon o'rtasidan bo'lingan. Bu mana o'zi mehmonxona, prosta shunchaki, ya'ni kengroq bo'lsin deb spalni sifatida foydalanishyapti. Bu mana bitta xonasi. Kattalar yotoqxonasi qilsa bo'ladi. Va detskiy. Bolalar yotoqxonasi, vanna, tualet раздельный. Bu kuxnya. Kuxnya balkonga chiqqan. 4 xona, почти 5 xona hisobida ham bo'ladi. Uyimiz yo'l yuziga yaqin. Ba'zi bir jihozlari qovotdi uyimizni. Hop, uyimiz skvoznik planirovka 96 kvadrat metr, uyimizning narxi $83,000. Ozgina kelishadigan joyi bor. Bizani kuzating, sizlar bilan O'ychi bola. مخم داره لگه زیاد میرقصیم و چیک تو چیک با هم لباش میده تم سیگار روزنی و پیک حتی دوست داشتنش فیک